1 million flowers, which means you will need to have achieved a higher number in order for you to be the new Guinness World Record title holder. Gullar bayramida bugun biz barcha namanganliklar, xalqimiz, keksa avlod vakillari mana shu gullarga bo'lgan mehr-oqibatimizni ilmda, fanda rivojlanib borayotganligi, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun hammangizga juda katta rahmatlar aytamiz. Aynan bugundan boshlab biz Guinness tashkilot tomonidan e'tirof etiladigan bir oy davomida jamoa tomonidan ekilgan eng ko'p gullar ekish nominatsiyasi bo'yicha rekord o'rnatish jarayonini rasman boshlaymiz. 3, 2, 1, hamma gul ekishga!